Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. 13 fevral kuni ko'plab muxlislar sevgan san'atkor, dizayn shou jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Bu haqda xabarni Otabek Mirzaxolov ma'lum qildi. Musabekov ijodiy faoliyati davomida ko'plab tomoshabinlar mehrini qozongan va shou sahnasining muhim figurasi sifatida e'tirof etilgan. 2023 yilning noyabr oyida Vaqf fondi rahbari o'rinbosari, Vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktori lavozimiga tayinlangan Sardor Rahimxon ishdan ketgani to'g'risida ma'lum qildi. Aziz xalqim, bizdan rozi bo'ling. Birgalikdagi bu ezgu ishlarimiz, saxovat, mehr-oqibatlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Oxirat kuni inshaalloh hammasini ko'rasiz. O'sha kunda bu amallarimiz jannatni va jamoliga vasila bo'lsin. Jondan aziz vatanim, millatim uchun endi hammasi yana bir go'zal vaqf atalmish sahifa men uchun yakunlandi. Endi oldinda yangi boshqa go'zal bir sahifa ochiladi inshaalloh, deb yozdi Rahimxon o'zining Instagram sahifasiga. Bundan avval ham Sardor Rahimxon mehr-muruvvat ishlarini uyushtirish, nogiron bolalarga yordam qo'lini cho'zish va sinovli kunlarda ko'ngli yarim insonlar qalbiga yo'l topishda Yurak amri nomli xayriya ishlari bilan tanilgan.